Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Umidjon Mo'ydinov genetika darslarimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda ulotrixga doir masalalarni boshlanish nazariy qismini o'rgangandik. Endi esa bugun masalalardan boshlaymiz. Bizning darsimizda ko'proq eng ko'p foydalanayotgan noldan boshlovchilar uchun eng ko'p foydalanayotgan kitobimiz biologiyadan noldan masalalar to'plami hisoblanadi. Bu kitobda, demak, birinchi masalasidan men sizlarga ko'rsatib beraman. Ulotrixga doir masalalar. Xo'p, ko'rib turibsiz, ushbu kitobdan noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, olishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, birinchi masalamizda 10 ta izogameta va 5 ta zoosporda nechta xivchim bor degan masala ekan. Xo'p, birinchi masalamiz, demak, bizga aytayaptiki 10 ta izogameta. 10 ta izogameta. Va 5 ta zoospora. Endi biz bilamiz, bitta izogametada ikkita xivchim bor. Demak, 10 ni 2 ga ko'paytiramiz. 20 bo'ladi. Bitta zoosporada esa mana 4 ta xivchim bor. 5 ni ko'paytiramiz 4 ga 20 bo'ladi. Endi bizda birgalikda so'rayapti. Shuning uchun 20 ga 20 ni qo'shsak 40 bo'ladi. Birinchi javobimiz, birinchi testimizning javobi C bo'ladi. Endi biz buni birinchi masalani ishlaganingizdan keyin qolgan 4 ta 5 ta masalasi aynan shunga doir bo'ladi. Shunga o'xshatib ishlasangiz bo'laveradi. Endi men sizlarga 6-masalani ko'rib beraman. Xo'p, 6-masalamizda aytayaptiki, 200 ta xivchim nechta izogametada bo'ladi? Xo'p, bilamizki, ikkita xivchim bitta izogametada bo'ladi mana. Ikkita xivchim bitta izogametada bo'ladi. Xo'p, 200 ta xivchimchi x 200 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, ximiz 100 ta chiqadi. Javob A bo'ladi. 6-testimizning javobi A bo'ldi. Endi men sizlarga ko'rib beradigan keyingi masalam 11-masala bo'ladi. 160 ta xivchim nechta zoosporada bo'ladi deyapti. Bu ham xuddi shunga o'xshash. Endi 6-da sizlarga ko'rib berdik-ku. Endi 10-testgacha shunga doir masalalar bo'ladi. Shuni o'rganib yechasiz. Tushunmasangiz o'zim oldimga kelaverasiz. 11-testimiz endi. 11-testimizda 160 ta xivchim nechta zoosporada bo'ladi deyapti. Xo'p, zoosporani chizamiz mana. 4 ta xivchim bitta zoosporada bo'ladi. Xo'p, bizga aytayaptiki 160 ta xivchim nechtada bo'ladi deyapti. 160 ta xivchim 160 ni 1 ga ko'paytirib 4 ga bo'lamiz. Bunda javob 40 chiqadi. Javob B bo'ldi. 11-testimizda. Xo'p, endi 11-testimiz bo'ldi. Endi sizlar bilan ko'rib beradigan testim 16-test bo'ladi. Endi doskani o'chirib tashlashimizga to'g'ri keladi. Hammaga tushunarli bo'ldi. Bu doska ko'rinyapti. Videoda qayta-qayta ko'rib o'rganishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi 16-testimiz. 16-testimizda 200 ta izogameta va zoosporlar aralashmasi bor ekan. 200 ta izogameta ham bor ekan, zoospora ham bor ekan. Izogameta, zoospor qisqartirib yozishga o'tdim. Doimgidek 200 ta izogameta va zoosporlar qatnashgan ekan, shundan 30% izogametaga tegishli ekan. Demak, izogametaga 30% tegishli. Agar 100% deb olsak, zoosporaga necha foiz tegishli bo'ladi? 70% tegishli bo'ladi. Demak, masalamizning shartida 200 ta izogameta zoosporlar aralashmasi bor. Shu yerda 30% izogametaga tegishli ekan. Demak, 70% zoosporaga tegishli bo'ladi. Endi masalamizda bizda so'rayaptiki, izogameta bilan zoosporalarda umumiy xivchimlar soni nechta deyapti. Izogametamiz 30% bo'lsa, 200 ni ko'paytiramiz 0,3 ga. 60 ta demak izogameta bor bizda. Xo'p, zoosporani topishimiz uchun
200 ni ko'paytiramiz 0,7 ga. Bunda 140 chiqadi. Bu zoospora bo'ladi. Endi bizda ma'lum edi, bitta izogametada ikkita xichim bor edi. Demak 60 ni ko'paytiramiz 2 ga. 120 bo'ladi. Xo'p, zoosporamiz bittasida esa 4 ta xichim bor edi. 140 dan ko'paytiramiz 4 ga. 560 bo'ladi. Endi bizda ikkalasini birgalikda so'ragan uchun qo'shib qo'ysak, 680 bo'ladi. Bizda javob A javob bo'ladi. Demak, 16-testimizning javobi A. Siz mana shu masalalarni yechish orqali, xudo xolasa, men aytgan 20-testgacha yetib olasiz. Agar masala yechishda muammolar bo'lsa, yana tushunmayotgan bo'lsangiz, kelajak xususiy o'quv markaziga keling, kelib bizdan genetikani o'rganing. Sog' salomat bo'ling.